Farzandli bo'lsang, hattoki o'zing ham eplolmay qolasan deysa, men ishonmasdim, lekin tug'ib ko'rib bu gap qanchalik haqiqatligini bildim. O'zingga qarashchi oynaga yaqinlashishing bilan xuddi bolang kutib turgandek seni chaqiradi va yana chaqiradi, yana chaqiradi, yana chaqiradi. Oxir-oqibat bo'yanishga ham taslim bo'lasan. Ering bilan maza qilib yurgan paytlaring sekin esga olasan. Qani o'sha damlar, o'zi ucharki damlar, aylanib birga yurishinglar, konsert yeb ichar, o'yin kulgu, sevishib, romantikalar qilib, hozir romantikaning o'rnini butunlay oshxona ishlari va yugur-yugurlar band qilgan. Bu uy ishlarining ichida eng og'ir va qo'rqinchlisi bu albatta dazmol qilish. Ayniqsa dazmol dudang zamondan qolgan og'irginasi bo'lsa. Lekin onalikni ham o'ziga yarasha gashti bor. Og'zingdan chiqqan narsani ering bundan keyin senga muhayyo qiladi. Ayniqsa sen o'g'il tug'ib bergan bo'lsang. Fursatdan foydalangan holatda texnika do'konlariga kelgan yangi Steam One dazmollardan olishga qaror qildim. Nimaga bilasizlarmi? Uydagi og'ir va ancha vaqtni oladigan dazmollardan qutulish vaqti kelganini o'zimga his qildim. Ayniqsa buni yo'lma-yo'l o'zingizlar bilan olib yursanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar bagajda, xohlasanglar sumочкada. No, eng asosiysi ishinglar tez va oson bitadi. Qo'lingizda kuymaydi, asabiyda buzilmaydi. Ishingizni yengillashtirib sizga ancha yil xizmat qiladi. Bunaqa erkaklar og'zingizdan chiqqan muhayyo qilib berib tursa, yana bitta tug'ib bergili keladi.